Yaxshi uxlab turdingizmi? Rahmat, yaxshi. Qani o'zingizga o'xshab bir shirin kofe qilib bersangiz-chi? Kofe qolmagan, shunga choy damlayapman. Siz damlagan choy ham asaldek shirin bo'lsa kerak. Mayli. Bachkanalashmang. Xonimni, nimaga bugun kayfiyatlari yo'q? Nonushtamizga hech nima yo'q mana shu nondan boshqa. Uyda kofe ham, shakar ham qolmagan. Nondan boshqa hech nima yo'q dasturxonga qo'ygani. Nargiza, biz ijara uyda turibmiz. Ko'rib turibsan ahvolimizni. Qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Qanaqa qilib harakat qilyapsiz? Serialning pulini olishim bilan ro'zg'orni to'ldirib qo'yaman. Siz har doim shunaqa deysiz, lekin biror marta olib kelgan narsangiz bir haftaga yetmagan. Endi qo'ldan kelgancha harakat qilyapman. Muhimi och qolmayapmiz-ku. Ovqat qilishga masallig'imiz bor. Kuniga bir marta bo'lsa ham qora qozonimiz qaynab turibdi. Xo'p, qachon mana shu qora qozonimiz oqaradi? Hech shu narsa haqida o'ylab ko'rdingizmi?